Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ChatGPT yasashni o'rganamiz. Bu ChatGPTning funksiyalari Gemini yordamida ishlaydi. Har bir foydalanuvchi uchun chat tarixini ko'rsatadi va yangi suhbat tugmalari ham bo'ladi. Statistika kabi admin panellari ham bo'ladi. Majburiy a'zo va admin qo'shish kabi funksiyalarni ham qo'shamiz. Buni men sal avval tashladim, kanalga tashladim. Hozir ChatGPTni ko'rib chiqamiz. Xo'sh. ChatGPT papkani ochib olamiz avval. Buning uchun bizga Gemini AIning IP tokeni kerak bo'ladi. Buni ham hozir qanday qilib olish kerakligini o'rgataman. Kodning holatini hozir men bittalab ko'rsatib o'tishga juda ham ko'p vaqt ketadi. 700 dan ziyod qatorli kodga ega. Men buni tushunarliroq qilish uchun agar bittalab ko'rib chiqayotgan bo'lsangiz, tushunarliroq qilish uchun har birini manday slash yordamida qo'yib tushuntirib o'tib ketganman. Bizga asosan mana bu yerda bot token, admin ID va Gemini IP keyini qo'yishimiz kerak bo'ladi xolos. Bizga asosan konfiguratsiyasi kerak bo'ladi xolos. Mana shu bot token, admin ID va Gemini IP qo'ysak bo'ldi. Hammasi tayyor holatda yozilgan kod. Xo'sh, bizga hozir endi birinchi o'rinda bot tokeni kerak bo'ladi. Bot tokenini qayerdan olishni bilasizlar. Albatta bot fazerdan NewBot komandasi yordamida. Men hozir sizlarga men noldan yozib ko'rsataman. Xo'sh, NewBot deylik ChatGPT. Va unga endi username sinov test, mayli. Test chat GPT bot deb qo'yamiz. Olingan ekan. Qo'shmaysiz. Sinov chat GPT bot. Xo'sh, mana yangi bot ham yaratib oldik va uni IP tokeni biz buni bu yerga qo'yamiz. Qo'yildi. Endi admin IDni biz mana bu bot qulay, o'zim ham shundan doim foydalanaman. Hozir sizlarga noldan ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana start bosganimizda o'zi avtomatik bizga your ID deb IDmizni ko'rsatib beradi. Bu o'zi yaratmaydi. Xo'sh, IDni bizga ID raqamimizni topib beradi to'g'rirog'i. Xo'sh, buni biz bosib nusxalab olamiz va bu yerga qo'yamiz. Qo'yildi. Shakil qurish 403 699. To'g'ri. Xo'sh. Endi Gemini IP qanday qilib olish kerakligini o'rgataman. Buning uchun bizga aistudio.google.com. Xo'sh, mana bu yerdan mana shu yerdan biz Geminining IP kodini olamiz. Buning uchun biz mana bu yerda get IPK tugmasini bosamiz va tepada create IPK tugmasini bosamiz. Name your IPK ixtiyoriy bunga chat GPT bot deb qo'yamiz. Xo'sh, va bu yerdan create project tugmasini bosamiz va bunga ham nom qo'yamiz. Chat GPT create a project. Va biroz kutganimizdan so'ng bizga IP kalitini beradi. New project create X bosamiz va mana chiqdi. Xo'sh, mana bu yerdan copy IP. Xo'sh, mana IP kalitini ham nusxalab oldik. Xo'sh. Endi bu yerga kalitni qo'yamiz. IP kalitini nusxalab qo'yildi. Endi buni Ctrl S bosib saqlab olamiz. Xo'sh. Endi buni terminalda run qilamiz. Buning uchun Python xo'sh va faylimizning nomi chat gpt.py va enter. Sal kattaytiraman. Xo'sh, to'liqroq ko'rinish uchun. Xo'sh, bu yerda qanday xato ketyapti va bu yerda ko'pchilikning xatosi shunday bo'ladi. Sizlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni to'g'irlash mana. Can't open file, error such file or directly. Bu degani, xo'sh, biz hozir yo'nalish dokument papkaga qaratilgan va dokument papkada esa o'sha ChatGPT fayl yo'q deyapti. Buning uchun biz buning mana bu yerdagi yo'nalishni ko'ramiz. Bu downloads papkada. Xo'sh, buni documents papkaga o'tkazib olamiz. O'tib oldi. Endi buni chiqib qayta kiramiz ChatGPTga. Xo'sh, endi qayta yozamiz. Python chat GPT.py. Biroz kutamiz. Bot ishga tushadi.
Xo'sh, davom etyapti. Mana kodimiz ham run bo'ldi. Xo'sh, bot aktiv bo'ldi. Endi botga kiramiz. Mana xuddi o'sha bot, ChatGPT sinov bot. Buni start beramiz. Bot ishga tushdi mana. Hozir biz adminmiz botda. Botda adminmiz iChat, statistika, admin, channels, xabar yuborish va barcha statistika. iChatda biz chat qilamiz, statistikani hammamiz bilamiz. Admin qo'shish, adminlar ro'yxati. Botingizga masalan yangi admin qo'shish orqali yangi admin qo'shishni hozir o'rganaman mana. Deylik. Xo'sh, men o'zimning ikkinchi akkauntimda ID raqamini kiritaman hozir. Telefondan olaman ekran videoni. Sal cho'zib ketishi mumkin edi, o'shaning uchun to'xtatib turdim. O'sha ikkinchi akkauntimdan mana xuddi shu botdan ID raqamini olib oldim. Xo'sh, copy phone number va bu bizga juda ham qulay botda. Masalan, boshqa botlarda mana bu yerdan admin ID deb ikkita qayta yozib kerakli adminlarni kiritib yana qayta run qilish kerak bo'ladi. Bunda unday emas. Botni o'zini admin paneldan run qilamiz buni. Xo'sh, bot ChatGPT mana. Yo, slash qo'yilib ketibdi. Xo'sh, yangi admin muvaffaqiyatli qo'shildi. Men buni telefonimdan ekran video olib qo'yib yuboraman. Yoki hozir akkauntimga ham kiritaman. Xo'sh, men telefonimdan ekran video olib buni ham ko'rsataman. Hozir biz admin muvaffaqiyatli qo'shildi. Adminlikdan olish asosiy menu, channelsda bu majburiy obuna xuddi. Xo'sh, Python mana bu majburiy a'zo py botimizni ham ChatGPTga qo'shib ikkalasini bitta qildim. Bu ham xuddi o'sha mana shu fayl kodini ham qo'ydim to'g'rirog'i. Xo'sh, kanal qo'shish. Kanal ID'sini oling. Xo'sh, kanal ID'sini olamiz. Channel bo'limida masalan deylik. Men bu avval to'xtatib turing, avval kanalga. Burada men sizlarga hozir yangi kanal ochaman. New channel masalan. Test channel. Xo'sh, test channel. Test channel kanal ochildi mana. Endi administrator qo'shishim kerak. Va buning uchun biz xuddi o'sha botni qo'shishimiz kerak hozir biz. Mana copy username. Xo'sh, test channel administrator botni qo'shamiz. Save qilib close. Xo'sh, endi botni test qilamiz mana. Admin ID raqamini yuboring. Kanal ID raqamini. Channel, test channel, send. Va ID raqamini ham mana topib oldik. Endi botga tashlaymiz. Kanal ID qabul. Endi kanal username'ini kiriting. Xo'sh, username'ini kiritamiz. Biz menimcha yopiq kanal qildik uni. Xo'sh, public qilib olishimiz kerak. Menimcha hozir public ommaviy kanal qo'sha olamiz botga. Keyinchalik ham yopiq kanallarni ham qo'shish funksiyasini qo'shaman. Hozir imkoniyati cheklangan. Xo'sh, sinov 1-2-3-4 kanali. Sinov 1-2-3-4 kanali. Xo'sh. Save. Link copy et. Xo'sh, bu yerga biz kuchukcha belgisiz yuborishimiz kerak. Buning uchun sinov 1-2-3-4 kanal deb qo'yamiz. Xo'sh, mana bunday kuchukcha belgisini qo'yish shart emas do'stlar. Xo'sh. Kanal muvaffaqiyatli qo'shildi. Men buni hozir telefondan, ikkinchi akkauntimdan ekran video olib yuboraman. Sizlarga kanal ro'yxati orqali o'sha majburiy a'zo kanallarimizni ko'rishingiz mumkin. O'chirishdan o'chiramiz. Bot funksiyasi xuddi shu. Mana bugun qo'shilgan jami xabardor. Xo'sh, bu ChatGPT bot bo'lganligi uchun biron bir so'z ham yozishimiz kerak. Masalan, salom.